14 ta blok bera olaman. Bo'ldi. Bering, rahmat. Men bolalar, assalomu alaykum hammaga assalomu alaykum bolalar. Bugun sizlar bilan men yana hammaga assalom bolalar. Bugun sizlar bilan men yana o'sha hamma tanimagan, tanimagan u taniganlar. So'lasi, shunday gapiring. Ha, olaman. Mana bolalar men kredit oldim hozir. Endi bo'lib 2 karra beribsan. 2 ta olmishsiz bular. Unda olmishsiz, ya bo'lmasa o'sha 2 karra olmishsan, qachondir to'laysiz. Короче, oyiga to'lab ketaman bolalar. Bu Minecraft. Короче, bolalar dahshat narsalar qilib telaganmiz. Bolalar, lekin men hali ham 10-sinfman. 10-sinf bo'lganim uchun sinfdoshim bank boshqaruvchisi bo'lib qopti. Bilet, ishga kiryapti. Mana bizning maktabimiz qavatli bolalar. Bizda karolar maktab ochdik. Yangi maktab, yangi joyga ko'chib keldik. To'g'rimi o'zing ayt? Ha, to'g'ri. Endi qatnaymiz, lekin bugun yakshanba. Bugun maktab yo'q, nima qilamiz maktabda? Bo'lmayman, taxir. Do'ppimizga. Do'ppi bor, nega yo'q bo'ladi? Do'ppi qani? Do'ppini sindirdim. Do'ppi yorildi. Men o'ynayotgandim. Bitta suvdim, anaqa tushib, creeper portlatib yo'qotib yordi. Menda hali ko'p bo'lishi kerak. Ha, bor ekan. Do'ppimi? Mana. Davay, vartay turaman, tep penalti. Давай. Anaqa joylab qo'y. Anaqa qo'yib qo'y. Gol! Nima qilyapti oyog'im tayda. Qis, ovozing chiqarma, ketdik. Oyog'imni tayda yomon qo'ydik-a. Короче, bolalar, bugun yakshanba va bugun sizlarga ya'ni ko'chib kelgan joyimni tanishtirib o'taman. Men o'zimni uyimga ham yangi ko'chib keldim. Mana hozir o'yinni ko'rsataman. Sizlarga hozir men esa to'g'ridan-to'g'ri. Bolalar, meni qaranglar, uyim endi yangi. Men olmosdan uy qurdim. To'g'ridan-to'g'ri nima? Bolalar, men meni ota-onam Amerikaga ketgani uchun mana shu yerda haroratga qo'ydi. bunday qo'yib qo'ysak yaxshi-ku. Mana shu 2-qavat. Mana bunday qilib, nima edi bular? Mana shunday qilib qo'ysak, o'zimga kerakli narsalarni sandiqqa solaman. Oltin bloklarimni. Mana bolalar, meni ana olganim kreditim. Kredit to'layman endi bir amallab. Qanday bo'lsa ham. Endi bu meni uyim. Alo. Oshna? Alo. To'xtanglar, men telefon. Qanday? Telefonda gaplashyapman men. Mana telefonim. Mana mening telefonim. Alo, oshna? Alo. Qayerdasan? Nima, bankdaman. Bankda ishlayapsanmi hali ham? Ketishyapti. Menga ana u yoritgiching yo'qmi, yoritgich? Yo'q, men hozir mijozim bor edi. Ayt, yoritgiching bormi, yo'q? Nega xizmat ko'rsata olmaysizmi? Nega qala, hozir o'zishim bor. Shunday, demak. Hozir boryapman. Yoritgich, o'zing uyingga borib ertalab berasan, bo'ptimi? Bolalar, ertaga esa maktab va ertalabdan maktabga borishimiz kerak, lekin ertaga 1-sentyabr va kitob daftar olib borish shart emas. Maktabga endi ana ular olib borish shart emas. Birinchi kundan to'g'rimi? Nima qilamiz, to'g'rimi? Davay, lekin ertachi borish kerak. Nima, ertalab bo'lmayapti. Uxladim. Sen uxlagan joyim. Qayerda? Bu meni uyim-ku. Nima qilay, uyimda hozir. Bor yo'qal. Erta maktabga garay ket. Soat 8:30 bo'ldi. Boshlanib ketgan maktab. O'zimni kiyimimni kiyib olaman. Maktab kiyimimni shu. Bo'ldi. Nima qilamiz? Birinchi kundan ana pul olaman, lekin pul olaman. 2000 yetsa kerak, ha? Ketdim. Alo. Olia. Alo, ketdikmi maktabga? Kechik qoldik. Eshikni qulflab borishim kerak. Bolalar, men hali 10-sinf bo'lganim uchun men ota-onam Amerikaga ketgan. Shuning uchun men bir o'zim O'zbekistonda yashayman. Qani sani?
Maktab qani edi? Ana ekan maktab. Bo'ldi, topdim. Bularni kim qurgan? Olmoslar bilan u. Maktabjon, maktab. Lekin bu maktab kichkina ekan, ha. Yangi maktabga ko'chaman. Nima bunday hamma joy qurilmayapti. Bular eski maktab, 64-maktab ekan bolalar bu. Eski kirib ketgan. Yog'ishlari ham. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, nima deyapsizlar? Qanasan? Husanmi? Husan hozir nimadir yotgan bo'lsa kerak-da. Короче, men o'tirib turaman, bo'ptimi? Husan urushmang, iltimos kelgandan keyin. Lekin hali mendan zo'r ko'radi. Bo'pti bo'lmasa. Husan seni itaradi. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum. Husan, nima uchun undan kech kelib yuribsan? Ha, nima qilay? Ana u oyim ishlab qoldi. Ovqat yemasang jo'natmayman deb. Onang deyapsan. Men gaplashaman bugun onang bilan. Nima ayda? Onamni dedingmi? Men hozir seni onangga. Men seni direktorga aytaman hali. Seni maktabdan yo'q etaman. Ustoz bo'ldi mana. Joyingga o'tir. Bo'ldi. Men joyimga o'tirmay kerak. Ustoz aytdimmi? Ertachi bor. Telefonga gapman. Bo'lmasa dars olinglar. Bakalashga. Nima qilyapsan? Qo'yni o'tirdi-da. Ustoz, nima uchun qorning ochib bo'ladi? Men seni dastingdan yashamayman. Ayt. Hammasi endi Puh deyibsan. Achroqda ursang, ulasan-da. Voy bilan omonxonaga ket. Oy, qarang, men senga turdim. Tur dedim telefonda ham gapirdik. Nimani gaplashyapsizlar? Ustoz kechiring bo'ldi. Ustoz, nima qilaylik? Bor yo'qol, maktabdan ikkalang ham haydalding. Ustoz, nima qilaylik? Shundan gapiring. Birinchi son jismon tarbiyaga borsa istedingga. Borsa dinga. Xo'p, ustoz, rahmat. Sizdan zo'ri yo'q, papini yo'q. Korobchi. Ustoz seni maktabdan haydaydi agar mana nima? Bu yer ovqatlash joyi nima? Men qornim och. Qorning och? Qani? Ha, mana isteding ketib o'ynaymiz. Sen bor. Bo'ldi. Olma yuvaldim. Bizlar bolalar yana xususiy maktabga ko'chdik, bilsalaring, biz ham pulimiz yo'q. Pulimiz ko'p. Nima qilyapsan? O'ynamayman futbol. Ustoz, to'xtatib qo'ylaylik-chi, nima qilyapti ekan? Bila, derazani ham balanddan qilib qo'ygan. Maktabni. Maktabingga ham o'tsin sen. Meni maktabim emas, meni onamning maktabi. Onangni? Nima? Onangni maktabimi? Onangni maktabini ham, onangni maktabi. Nima men ursan? To'xta, men telefondan undan ko'ra igra o'ynab o'tiraman. Mana bu yerga qarab, burdinda bloglar bor. Bu yoqqa, ana o'ynaymiz, kontur. Qo'sh o'ynaymiz, telefoning. Bu yoqqandan ko'ra. Telefon o'ynayman men, sen bilmayman. Kelsang yaxshiroq bo'lardi. Meni blogim yo'q edi. Ey! Rahmat. What? Uyda mana qolib olam, ketdik. Hammasi. Nima? Hammasi O sut emas deya. nima? U sut emas deyapti. Kim deb. To'g'ri. Bemalol olavering. Gadaylar uchun. Olayish kerak demak ketdik. Uxlatyapmiz bolalar, uxlatyapmiz. O olmos blok. Hali yosh bola. Gadaylar uchun. Короче, bo'ldi-da. Berke. Sen ketdik. Bolalar, men ishlatayotgan video zapislarni, ana bolalar meni o'xshamaydi-ku bu. Qochchi. Men emas. Nima edi baxkida? Oy, garang. Bir Oy, kirish bo'lib ketdik.
chiqish bo'ladi. Tanaffus endi kayf qilamiz. Bolalar, billah. San minmassan, ye. Seni tiling o'sib qoptimi? Tiling o'sib qoptimi? Bilet ish ochilmayapti. Ustoz, keldik. Bolalar, bugun dars kam bo'lar ekan, chunki ustozlaring kelmabdi. Shuning uchun ham ketaveringlar uyga. Ketdik-a, Husan. Ketaveringlar deyapti. Men ketdim, sen bilmadim. Bolalar, mana bizlarga javob berishdi. Endi men uyga mazza qilaman ikkinchi kun. Alo, Husan. Alo. Nima qilay? Kelaymi oldingga? Yo'q, kelmaganing yaxshiroq. Yo'q, kelma. Nima uchun? Kirma. Yo'q, kirma dedim. Kirma. Nima qilyapsan? Hech vaqtlarim yo'q. Ustoz qani? Bilmayman. Qotil, ustozni o'ldirdingmi hali sen? Hammaga aytaman men buni butun dunyoga ayta olaman. Ayta bilaman buni. Yaxshi, sen hali ustozni o'ldiradigan bo'ldingmi? Men ustozni yoqtirmayman. Yaxshi o'lgani. Endi bizlarga dars o'tilmaydi, bolalar. Keyingi qism demak chiqmaydi. Bo'pti. Hozir o'z yo'liga keyingi qismlar chiqishi mumkin, chunki bizlar maktabdan tushirilamiz. Endi bizlarni qamashadi, uni qamashadi, men emas. Yortkiching bormi? Dildi, singil. Ему тут эти самые tapesa pita. Qanisan? Bolalar, men bo'yib ketaman. Ko'chaga qaysi garang pul tashlab ketsa? Kimlar pul tashlab ketsa? Bolalar, videoni shu joyda to'xtatishimga majburman, chunki men keyingi qismlarni men obunachi umuman yig'ib bera olmayapsizlar, chunki shuning uchun ham men videolarni to'xtatyapman. Videolar juda ham kam video chiqyapti, to'g'rimi? Sizlar bizlar menga ko'p obunachi yig'ib bersangiz shuncha yaxshi. Shuning uchun ham kanalimizga obuna bo'linglar. Qabul. Ata o'zi qolib ketdi-ku mana. Qani, nima? Nima-ku? Mana o 7 mana 5 X. Короче, bo'pti bolalar.